Dekabristiylar gullamayaptimi? Kelinglar sizlar bilan hozir dekabristni ozgina uxud qilishni sizlar bilan ko'rishib chiqamiz. Hozir как раз qilmoqchi edim. Videoni oxirigacha ko'ramiz va saqlanib turmasimiz yaqinlar bilan ulashib qo'yamiz. Qaranglar, dekabristiylar agar mana bunaqa g'unchalab turgan bo'lsa, обязательно buni yoriq va issiq 18, 20, 22 gradusgacha joyga qo'yish kerak. Tikka quyosh emas, lekin yorug' issiq joyga. Lekin dekabristiylar gulladi, gulini to'kib bo'ldi, tugadi va bu holatga keldi dekabristimiz. Nima qilamiz? Dekabrist gullashi uchun avvalambor kelinglar kokteyl tayyorlab olamiz. Bizga 1 litr suv kerak bo'ladi va yantarniy kislota bilan monokaliy fosfat kerak bo'ladi. Ikkalasini olamiz. Sizlarga ko'rsatgan mana oson usuli, tarozi tortmayapman, shprits uchini kesib olganman. Oson usuli, mana bunaqa qilib 1 grammini olib olamiz. 1 litr suvga yantarniy kislotani solamiz. Va yana shpritsimizni 1 grammga tortib turib, xuddi shunaqa qilib monokaliy fosfatni olib olamiz. Monokaliy fosfatni ikkalasi ham mana yordam beradi. 1 gram solamiz. Mana. Va buni yaxshilab aralashtiramiz. Suvinglar aytganimdek ko'rnakning temperaturi bo'lsin. Yaxshilab aralashtirdik. Dekabristimizni olamiz. Suvni quydik. Iloji boricha tagidan sug'oringlar. Mana dekabrist qo'yib qo'yamiz. Va albatta shu kokteylimizni ustidan mana ustidan ham sepinglar. Bu bizga nima beradi? Yantarniy kislota bizda qizdiradi, pochvalarni uyg'otadi. Monokaliy fosfat kaliy fosfatga boy bo'lgani uchun gullashiga juda ham yaxshi yordam beradi. Va buni mana yaxshilab sepamiz. Ko'rib turganingizdek. Bo'ldi, sepganimizdan keyin qo'yib qo'ydik. Bu dekabristimizni ham gullamayapti. Gullashini mana bunaqa qilib kutib o'tirish kerak emas. Qo'rqmasdan mana kesamiz. Har bittasini mana kesib chiqinglar. Ilojisi bo'lsa mana aylantirib chimchilab chiqinglar. Aylantirib hammasini chimchilab chiqinglar.